Assalomu alaykum, hurmatli kanalim obunachilari va bizni uzoq-yaqindan kuzatib borayotgan do'stlar. Barchalaringga alangalik salom. Mana bugungi kunga yetkazgan Allohimga ham hamd va sanolar bo'lsin. Do'stlar, mana ko'rib turganlaringdek ish joyimizdan kichik bir video lavha qilmoqchi bo'ldim do'stlar. Issiq oblast, ya'ni Bishkekdan 300 km teparoqda tog'ni ko'rib do'stlar, yonimizda tog'. Bu yerda o'zimiz ish olib boryapmiz. Mana bu yerda do'stlar, mana qaldirg'ochlar aza kelgan endi. Bu yerga nimaki endi bahor keldi desa ham bo'ladi-da bu yerga. Nimaki giloslarga endi rang kiryapti mana. Hali pishgan yo'q giloslar. Mana ko'rib turganlaringiz do'stlar. Havo o'ta toza. Bu tarafda endi sizlarga qanchalik ko'rinyapti, ko'rinmayapti. Issiq ko'l, ya'ni shu cho'milish havzasida, turistlar dam olgan keladigan joy.